munosabatda eng asosiy rolni o'ynaydi. Qalban uzilib bo'lib, erini ko'rganda bir pustoy narsani ko'rgandek bo'ladi. Va natijada o'sha qalbini to'ldirish maqsadida bo'shlig'ini. Yo'q-ku, bo'shadi qalb. Yo'q, unga nisbatan hech qanaqa hissiyot yo'q. Bo'shadimi o'sha qalbini to'ldirish uchun boshqa erkak bilan muloqot qilib, yaxshi ko'rib qolsa, o'sha qalbiga o'sha yaxshi ko'rish hissiyoti kirib kelgandan so'ng xiyonat qiladi ko'p holatlarda ayol. Lekin jismoniy ehtiyoj sababli ayollar juda kamdan kam xiyonat qiladi. Bu ayollarda demak patologik seksualniy uyg'onib ketgan bo'ladi, juda ham baland. Erkak kishi xiyonat qilsa, mayli erkak kishi qilib deydi. Ayol kishi xiyonat qilsa toshbo'ron qilishgan istikdan. O'shaning uchun shunaqa. O'shaning uchun afsuslanaman. Lekin ichida zig'ircha afsus bo'lmaydi.